Assalomu alaykum. Ismim Shahboz. Softex IT kompaniyasida Uyqur ERP bo'yicha yetakchi mutaxassis bo'lib ishlayman. Xo'p, hozirgi kunda qanaqa muammolarga biz yechim bermoqdamiz? Xo'p, bugungi kunda qurilish kompaniyalarining 98% loyihasi budjetdan chiqadi yoki rejalashtirilgan muddatdan kechikadi. Dunyo miqyosida yiliga 1,6 trillion dollar zarar aynan ta'minotdagi boshqaruv xatolari, ombor nazorati va narx manipulyatsiyasi tufayli yuzaga kelmoqda. Albatta, O'zbekiston kompaniyalari ham bundan mustasno emas. Yechim Uyqur ERP qurilish kompaniyalari uchun ishlab chiqilgan maxsus raqamli boshqaruv tizimi bo'lib, budjetdan chiqish, kechikish, material yo'qotishlari va insoniy xatoliklarni sezilarli darajada kamaytiradi. Tizim smeta, xarid, ombor va loyiha boshqaruvini avtomatlashtiradi hamda barcha jarayonlarni real vaqt rejimida monitoring qiladi. Mobil ilovalar yordamida prorab, omborchi va rahbariyat bir tizimda ishlaydi. Xarajatlar optimallashtiriladi, noto'g'ri xaridlar aniqlanadi. Afzalliklarimiz: tizim soha ehtiyojlariga to'liq moslashtirilgan, o'zbek tilidan tashqari yana 2 xorijiy tilni qo'llab-quvvatlaydi va muntazam mahalliy texnik yordam bilan taqdim etiladi. Aksariyat qurilish kompaniyalari Uyqurni nafaqat tizim sifatida, balki o'z biznesida hamkor sifatida ham tanlaydi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.